Biz insonlar butun dunyodagi har bir narsani tasniflashga qiziqamiz. Ya'ni buning uchun boshimizni og'ritamiz, turli xil yo'llarni o'ylab topamiz. Aytishingiz mumkin, mana shu hayvonlarni tasniflash eng sodda narsalardan biri. Ya'ni ularning belgisiga qarab shunday guruhlarga ajratib tashlash mumkin. Xo'sh, buning uchun siz nima qilgan bo'lardingiz? Masalan, mana bu hayvonga e'tibor qarataylik. Albatta, siz buning uchun uning tashqi ko'rinishidan, yashab turgan sharoitidan foydalanishingiz mumkin. Masalan, mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan, uning tana rangi masalan sariq rangda, to'g'rimi? Va bu sariq rang uning orqasida joylashgan mana bu maysalar rangi bilan bir xil yoki bo'lmasa daraxt rangi bilan bir xil deb olishimiz mumkin. Demak, mana shu hayvonga o'xshagan, xuddi shunday ko'rinishga ega bo'lgan va uning hayot kechirishiga o'xshash bo'lgan hayot tarziga ega hayvonni biz bir turga kirg'iza olamizmi? Ya'ni aynan hayvonlarni ko'rinishi va hayot jarayoniga, hayot kechirishiga qarab turib bir guruhga kirg'iza olamizmi? Masalan, mana shunday hayvonlarni hammasini olib, mana shunga o'xshagan hayvonlarni hammasini olib biz ularni sherlar, masalan, sherlar yoki bo'lmasa mana bunday hayvonlarni hammasini ko'rib turib, masalan, yo'l chiziqlari bor, tanasi biroz uzunroq, quloqlari mana bunday ko'rinishga ega va mana bunday mushukka o'xshagan tuklari mavjud bo'lgan hayvonlarni hammasini olib turib, ularni yo'lbars deb atash, masalan, yo'lbars yoki bo'lmasa mana bunga o'xshagan hayvonlarni, ya'ni 4 oyoqlab harakatlanuvchi, maysa bilan oziqlanuvchi va ko'rinishdan mana bunday quloqlari bor, mana bunday yunlari bor bo'lgan hayvonni hammasini eshak deb olishimiz mumkin, to'g'rimi? Eshak va mana bunday hayvonni yoki bo'lmasa ko'rinishidan xuddi shunga o'xshash bo'lgan, mana bunday ko'rinishga ega bo'lgan 4 oyoqli baquvvat hayvonlarni biz ot deb olishimiz mumkinmi? Demak, mana shu holatda biz ularni guruhlashimiz mumkin ekanda. Xo'sh, o'ylab ko'raylik. Aslini olganda biz hayvonlarni qanday guruhlarga bo'lib chiqamiz? Ya'ni bu guruhlarni, mana shu to'plamlarni nima deb nomlaymiz? Albatta, bir-biriga o'xshash bo'lgan hayvonlarni biz turlar deb ataymiz. Ya'ni bir turga kiruvchi hayvonlar deb ataymiz. Xo'sh, ana endi tur deganda nimani tushunishimiz kerak? Kelinglar yozib qo'yaman. Tur deganda nimani tushunishimiz kerak? Agarda boyagi fikrlarimizdan foydalanadigan bo'lsak, biz tur deganda bir xil hayot tarziga ega bo'lgan va bir xil ko'rinishga ega bo'lgan hayvonlar to'plami deb aytgan bo'lar edik, to'g'rimi? Ammo e'tibor qarating. Shunday hayvonlar borki, masalan, qushlar va ko'rshapalaklarni olaylik. Ularning hayot tarzi yoki bo'lmasa ularning ko'rinishi yoki bo'lmasa uchishini aytaylik. Qushlar ham, ko'rshapalaklar ham uchadi va ko'rinishidan ba'zida o'xshash holatlarni ham alohida ajratishimiz mumkin. Ammo ular tur jihatdan umuman boshqa guruhlarga kirishadi. Ya'ni ularning yaqinlik darajasi juda ham kam. Ularning DNKsini tekshiradigan bo'lsak, DNKdagi o'xshashlik juda ham kam miqdorda bo'ladi. Demak, biz mana shu ko'rinishga qarab yoki bo'lmasa hayot tarziga qarabgina hayvonlarni bir guruhga to'play olmas ekanmizda, ya'ni ularni bitta tur deb atay olmas ekanmizda, unda tur deganda biz nimani tushunamiz? Xo'sh, eslab qoling. Tur deganda bir-biri bilan, kelinglar yozib qo'yaman, bir-biri bilan chatisha oladigan nima degan ma'noni tushunamiz? Chatisha oladigan deganda erkin holatda bir-biriga qo'shiladigan va avlod qoldira oladigan hayvonlarni aytmoqdaman. Va faqatgina avlod qoldirish turini belgilab bermaydi va bu avlod nasldor avlod bo'lishi kerak. Nasldor avlodga ega bo'ladigan hayvonlar. Xo'sh, ega bo'ladigan hayvonlar. Bu nima degani? Ega bo'ladigan hayvonlar. Xo'sh, nasldor avlod deganda biz nimani tushunamiz? Masalan, e'tibor qarating. Bir hayvon boshqa bir xuddi o'ziga o'xshagan hayvon bilan chatisha oladi
erkin chatishish amalga oshishi mumkin va undan avlod qolayapti, to'g'rimi? Avlod qolayapti. Ana endi bu avlodning o'ziga xos tarafi bo'lish kerak. Ya'ni bu avlod yana o'ziga o'xshagan bir avlod bilan chatishgan holatda keyingi avlodni qoldira olish kerak va bu jarayon ketma-ket holatda bir necha bor takrorlana olishi kerak bo'ladi. Aytmoqchimanki, ikkita hayvonning bir-biri bilan chatisha olishi ularni bir turga kirishini belgilab bermaydi. Tushunarlimi? Kelinglar, bu holatni misollar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, sherlar. Sherlar haqida gapiradigan bo'lsak, biz erkak sher yoki bo'lmasa urg'och sherni bilamiz. Ko'rganmiz, turli xil filmlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa hujjatli filmlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa hayvonot bog'ida ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Demak, erkak sher bilan urg'och sherning tashqi ko'rinishida farqlar juda katta. Bu birinchi tarafi. Ikkinchidan, ular bir-biri bilan chatisha oladi, to'g'rimi? Va chatishgandan so'ng kichik-kichik sherchalar deylik, boshqa bir yana sher bilan ulg'aygandan so'ng albatta chatishib, yana sher bolalarini avlod sifatida qoldira oladi. To'g'rimi? Endi mana bu ikkita hayvonga e'tibor qaratamiz. Masalan, agarda biz erkak sherni, kelinglar yozib qo'yaman, erkak sher va mana bu yerda urg'ochi yo'lbarsni olamiz. Urg'ochi yo'lbars va ikkalasini chatishtiramiz. Men nimani ko'rsatib bermoqchiman? Mana bu ikkita bir-biriga ancha o'xshash bo'lsa-da, hayot kechirishi ancha o'xshash bo'lsa-da, ikkita hayvon bitta turga kira olmasligini ko'rsatib bermoqchiman. Bu ikkita hayvonning chatishishi natijasida, ya'ni aynan erkak sher bilan urg'och yo'lbarsning chatishishi natijasida mana bu ko'rinishdagi hayvon hosil bo'ladi. Va bu hayvonni biz nima deb nomlaymiz? Liger deb nomlaymiz. Liger. Ba'zida uni lager deb nomlash mumkin yoki bo'lmasa liger deb nomlash mumkin. Albatta bu inglizcha nomning yozilishidan kelib chiqqan xolos. Xo'p, biz liger deb ataymiz. Ligerning o'ziga xos tarafi nimada? U qisman sherga o'xshaydi, e'tibor qarating. Qisman sherga o'xshaydi, qisman yo'lbarsga o'xshaydi, to'g'rimi? Va bundan tashqari uning o'lchamlari sherdan ham, yo'lbarsdan ham katta hisoblanadi. Ana endi u mushuksimonlardan hisoblanadi va uni biz sher ham deya olmaymiz, yo'lbars ham deya olmaymiz. Uning o'zining nomi bor, liger, to'g'rimi? Ana endi ligerlarni bir tur sifatida olish mumkinmi? Albatta yo'q. Chunki e'tibor qarating. Sher va yo'lbars bir-biri bilan chatishdi, ligerni hosil qildi, to'g'rimi? Liger hosil bo'ldi. Ammo ana endi liger boshqa bir liger bilan chatishish natijasida mana bu kichik ligerni hosil qila olmaydi. U o'zidan avlod qoldira olmaydi. Bundan kelib chiqadiki, bizning ta'rifimizga e'tibor qarating. Bir-biri bilan chatisha oladigan, chatisha olishdi ikkalasi. Ammo o'zidan nasldor avlod qoldira olmadi. Demak, biz mana bu ikkita hayvonni bitta turga kirgiza olmas ekanmiz. Bu birinchi holat. Ikkinchisi, biz mana bu hayvonni alohida tur sifatida ola olmas ekanmiz, chunki u o'zidan avlod qoldira olmayapti. Shuning uchun biz sherlarni alohida bitta tur va yo'lbarslarni alohida bitta tur deb olamiz. Xo'sh, bularni-chi, bularni qanday nomlashimiz kerak bo'ladi deganda, ularni alohida tur deb olmasak ham, sherlar va yo'lbarslar orasidagi gibrid hayvon deb olamiz. Xuddi shu holatni mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, eshak haqida gapiradigan bo'lsak, eshak boshqa bir eshak bilan chatishgan holatda yana bir kichik eshakchani paydo qila oladi. To'g'rimi? Ulardan kichik eshakcha paydo bo'ladi. Ana endi otda ham xuddi shu holat. Bu narsani gaplashib o'tdik. Ammo mana shu eshakning erkak jinslisini olsak, va otning urg'ochisini oladigan bo'lsak, otning urg'ochisi va ularni chatishtiramiz. Buning natijasida mana bu ko'rinishdagi hayvon hosil bo'ladi. Va bu hayvonning nomi Hatcher deb nomlanadi. Hatcher. Mana shunday ko'rinishda.
Bu hayvon ham gibrid hisoblanadi. Mana bu ikkala hayvon ham nima hisoblanar ekan? Gibrid hisoblanar ekan. Gibrid hisoblanadi. Xuddi shu holat. Bu ikkita hayvon bir-biri bilan chatisha olayapti, ammo ulardan hosil bo'lgan gibrid hachir o'zidan avlod qoldira olmaydi. Ya'ni u nasldor emas. Tushunarligi, hayvonlar o'zidan qoldirgan avlodi nasldor bo'lsagina, ya'ni xuddi o'ziga o'xshagan yana hayvonlarni nasl sifatida qoldira olsagina, ularni bir turga kirgizishimiz mumkin bo'lar ekan. Ana endi mana shu yerdan e'tibor qaratib siz boshqa bir savolni berishingiz mumkin. Aynan turdan biroz cheklangan holatda. Xo'sh, biz mana bu yerda erkak sher va urg'ochi yo'lbarsni oldik. Ana endi urg'ochi sher bilan erkak yo'lbars chatishsa qanday hayvon bo'ladi? Bunday hayvon ham mavjud va bu hayvonning nomi tiglon deb nomlanadi. Tiglon. Buni boshqacha qilib tayglon deb ham nomlanishi mumkin. Albatta, mana bu harfning inglizchada qanday o'qilishiga bog'liq bu holat. Ikkinchi tarafdan ot va eshakda ham xuddi shu holatni ko'rishimiz mumkin. Agarda urg'ochi eshak va erkak otni chatishtiradigan bo'lsak, bizda boshqa bir hayvon ot hachir hosil bo'ladi. Ot hachir. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Liger yoki bo'lmasa liger bilan tiglonning farqi bormi? Albatta farqi bor. Ularning tashqi ko'rinishida, umuman gen tuzilishida katta farqlar bor. Ammo ikkalasi ham gibrid va ikkalasini ham biz aniq bir tur sifatida ola olmaymiz. Hachir va ot hachirda ham xuddi shu holat. Ularning ko'rinishlari har xil, ya'ni ko'rinishlarida har xil deganda biroz farqlar mavjud. Kattaligi, o'lchamlari yoki bo'lmasa ko'zlarining, yunlarining ko'rinishi bo'yicha farqlar mavjud. Va bu yerda ham mana bu gibridlarni biz alohida tur sifatida ola olmaymiz. Ana endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Mayli, mana bu ta'rif o'rinli ekan. Ammo boshida biz qo'llagan ish ham to'g'ri emasmidi? Ya'ni tashqi ko'rinishi bir xil bo'lgan, yashash turishi, ya'ni yashash sharoiti bir xil bo'lgan, harakatlari bir xil bo'lgan hayvonlarni bir turga kirgizsak, bu xato bo'ladimi degan savol tug'iladi. Men sizlarga qushlar va ko'rshapalaklarni misol keltirgan edim. Ana endi yana bir ajoyib misolni keltirmoqchiman. Va bular bizda kuchuklar. Kelinglar yozib qo'yaman. Kuchuklar yoki itlar deyishimiz mumkin. Kuchuklar. Xo'sh, bir necha xil kuchuklarni yoki itlarni ko'rib turibsiz. Eng asosiysi mana bu juftlikka e'tibor qarating. Mana bu juftlikning kichik vakili Chihuahua deb nomlanadi. Uning nomi shunday. Va mana bu kuchukka e'tibor qarating. Ular tashqi ko'rinish jihatdan, kattaligi-yu, ko'zlarining, quloqlarining ko'rinishi jihatdan, harakatlari jihatdan, yashash sharoiti jihatdan umuman farqli. Ammo ular bitta turga kiradi. Nima uchun deysizmi? Agarda bu ikkita hayvon bir-biri bilan chatishtirilsa, ya'ni ular chatishsa, ulardan qolgan avlod yana o'zidan nasl qoldira oladi. Albatta, bunga ishonish qiyin bo'lishi mumkin, ammo xuddi shunday bu narsa fanda isbotlangan. Amalda ham bajarib ko'rilgan. Yoki bo'lmasa mana bu ikkita kuchukka e'tibor qarating. Bir-biridan juda ham katta farqi bor, to'g'rimi? Mana bu ikkita kuchuk yoki bo'lmasa mana bu ikkita kuchukka e'tibor qarating. Juda katta farq bor, ammo ularning chatishidan hozir aytib o'tganimdek, nasldor avlod qoladi. Ya'ni ularning avlodi o'zidan yana avlod nasl qoldira oladi. Shuning uchun ham albatta yuqoridagi ta'rif turlarni belgilashda hayvonlarning tashqi ko'rinishi va yashash sharoitiga nisbatan ancha o'rinliroq hisoblanadi. Va aytib o'tmoqchimanki, keyinchalikda turni ajratish uchun siz aynan mana shu ta'rifdan foydalanganingiz ma'qulroq.